Akalar mana Toshkent Sergeli mashina bozoridan Damas'cha aksiya narxda mana $400 puli bor insonlarga chiqarib beryapmiz akalar. $400 atiga. 22-yilda ishlab chiqarilgan. Metan gazlari bor akalar. Kraskasi bitta orqa bagajda petnosi bor ekan akalar. Qolgan joyi top-toza, to'g'rimi aka? Motor hadovoy, radiomoslari zo'r. Metan gazchalar bor 65 talik. Yangi chixol qo'yilgan. Yangi chixol poliklari bor. Polik ham bormi? Bor, polik ham. Barchalari qo'yib qo'yilgan ekan mana akalar. Bu aka aksiya bo'lyaptimi? $400. Aksiya. Oylik to'lovlar qanday keyin aka 4 bu? milliondan chiqadi. 4 milliondan 3 yilga. Faqat bitta pasport yozilgan. Bitta pasport evaziga hamma narsasi ichida qilib berasizlar, dokumentatsiya. Telefon raqamlar aka mana shu 99 319 52 12. O'zingiznikini ham aytasiz. Hamma shuni. Atizm bor. Akalar, mashinalari ko'p ekan akamiz mana. Xohlaganingiz tanlab olaverasizlar akalar. Pachkasidan boshlab yili eski, yangi farqi hammasidan bor deyapti akamiz. Qatorasiga damas akalarniki mana. Shu akamizniki. Kimga qaysidan kerak bo'lsa dokumentatsiyasini qilib beramiz deb. Aka bunisi yili necha aka? 20 mi? Puli $900 bilan chiqadi. $900 chiqadi. Oylik to'lovichi Oylik to'lovi 4 million 100 dan chiqadi. 4 million 100 dan 3 yillik. Agar $1200 bersa, 3 yilga 3 million 700 dan chiqadi. Mana bunisi 2022-yil ekan. Men shunaqa $400 bilan chiqadi, $1000 bilan chiqadigan varianti bor. $400 bilan chiqadigan varianti 3 yilga 4 milliondan chiqadi. $1000 beradigan bo'lsa 3 yilga 3 million 450 mingdan chiqadi. Ha? Mana bunisi 2023-yilda ishlab chiqarilgani ham bor ekan. Bunisi aka, bunisi qancha bilan chiqadi? Bunisi ham 23, bu ham $900 bilan chiqadi, hamma xarajat ichida. $2200 bilan chiqadigan bo'lsa 3 million 700 bo'ladi oylik to'lov. $900 bilan chiqsa 4 million 150 bo'ladi oylik to'lov. Ha, boshlang'ich to'lov qancha ko'proq bo'lsa o'sha. Ha, boshlang'ich qancha ko'p bo'lsa shuncha kam bo'ladi.